Yaxşımızlar dostlar, bugün nəmsə ayılda həmişinə oxşayan Jose tuxumlaqməni yetişin ögünümüz yürək inkaslarını məndən aymağaysızlar. Ketalik materiallarını ekranda göstərilən bo'yicha tayyorlasanlar bo'ldi. Agar men bek ochiq yemaydim yoki uyda uşaq balalar cho'nglab etsanlar, alloh biz qatnashsanlar bo'ldi. Ko'ryapsizlardek oldi bilan tuxumni pishirib qachingizga olib olamiz. Men tuxumni pishirganda tuxumga ozoq tuz qo'yganlar, bunday qilsanlar mushta texmi tirik chiqadi. Endi lapiza, so'ng piyoz samsaqlarimizni silib, puruq chiqcha qo'rvag'andan keyin bir qo'shib lazanni silib, shunday qizartib olamiz. Orqada muvofiq miqdorda suvni qo'yib 5 minut atrofida qaynatib olsak bo'ldi. Oxirida jo'sayimiz bilan tuxumni silib, muvofiq miqdorda tuzni silib etgandan keyin, ham shuni jo'say yumshoqcha qo'rib olsak ham bo'ldi. Anandan keyin ilib, cho'pimizdan tepsiga silib yesak bo'ldi. Mana bugungi jo'say jidan pamyarimiz tayyor bo'ldi. Bu tomoqni etilish usuli nihoyat oddiy, o'zim nihoyat tamlikam, shundan suv saylag'may yeganlar kelganda etib yesanlar, ko'ngilga dahshat yoqadi. Undaqda oilanglarda mushundoq kunda o'xshagan tomoqlarni etishni o'rganganlar bo'lsa, yurak berib cho'qim meni qo'shinglar. At ko'chaylik xayr xo'sh.